Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Migratsiya va personallashtirish boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari tomonidan joriy yilning 3 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklarning muhokamasiga bag'ishlangan sarhisob yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilish Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Migratsiya va personallashtirish departamenti boshlig'i polkovnik Ulug'bek Toshxo'jayev raisligida olib borildi. Departament boshlig'i tomonidan tizimda amalga oshirilayotgan ishlar chuqur tahlil qilinib, xizmat faoliyatidagi kamchiliklarga yo'l qo'ygan xodimlar ogohlantirildi. Sohadagi muammo va kamchiliklar savol-javob tarzida muhokama qilinib, ularni bartaraf etish yuzasidan aniq takliflar o'rtaga tashlandi. Shuningdek, tadbir davomida xizmat vazifasini sidqidildan bajarib, o'z hamkasblariga o'rnak bo'lib kelayotgan rahbar va xodimlar munosib rag'batlantirildi. Shu kungi tadbir 9 nafar hamyurtimiz uchun ham unutilmas tarixiy lahzalarga aylandi. Yig'ilish davomida Farg'ona viloyati hududida bir necha yillardan buyon doimiy istiqomat qilib kelayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi deb tan olinganligi sababli ularga ID kartalari tantanali ravishda topshirildi. Bunday baxtga sazovor bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'rsatilgan e'tibor va ehtirom uchun muhtaram yurtboshimizga, vazirlik va viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik bildirdilar. Mana bugun men o'z niyatlarimga yetdim. Prezidentimizga ming rahmat. Mana men necha yillardan beri orzu qilgan O'zbekiston fuqaroligini oldim. Men 84-yildan beri Qirg'iziston fuqarosi bo'lib qolib, uyda o'tirardim. Mana bugundan boshlab O'zbekiston fuqaroligini oldim. Hammalaringga rahmat. Men juda xursandman, orzumga yetdim. Mana O'zbekiston fuqarosi bo'ldim. Rahmat alalar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportini oldim. Prezidentimizga rahmat. Juda xursandman, minnatdorman. Bu kabi tadbirlar mamlakatimizda inson qadri va manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarilayotganligidan dalolat beradi.